Urush boshlandi. Eron AQSh bazalariga hujum boshladi. Eron AQShning Suriyadagi harbiy bazasiga hujum qilgani aytilmoqda. Uyingizga darvoza qidiryapsizmi? Unda biz sizlarga sifatli, hamyonbop va zamonaviy Namangan darvozalarini taklif qilamiz. O'lcham va dizaynlar sizning xohishingizga qarab bo'ladi. Narxlari 1 metr kvadrat uchun 500 mingdan 2 million so'mgacha. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish va o'rnatish mutlaqo bepul. Murojaat uchun quyidagi raqamga bog'lanishingiz mumkin. Namangan darvozalari, ishonchingiz garovi. Saudiya Arabistonining Al-Hadah telekanali Eronning yuqori lavozimli amaldorlari oliy rahbar Ali Xomaneyni hokimiyatdan chetlatish masalalarini yashirincha muhokama qilmoqda. Putin Eronga berilgan zarbalarni oqlab bo'lmaydigan deb atadi. Shuningdek, Rossiya rahbari Eronga mintaqadagi mavjud vaziyatdan chiqishning ehtimoliy yo'llari haqida birgalikda o'ylab ko'rishni taklif qildi. Провоцированная абсолютно агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий. У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу. Rossiya Eron-Isroil mojarosida Eron tomoniga harbiy yoki boshqa turdagi yordam ko'rsatishi Tehronning qanday rasmiy so'rov yuborishi bilan bog'liq bo'ladi. Ma'lumotlarga ko'ra, Peskovdan Rossiya Eron tomoniga havo hujumidan mudofaa vositalari, jumladan S-300 yoki S-400 tizimlarini yetkazib berish imkoniyati haqida so'ralganida, u bu savolga bevosita javob bermagan. Barchasi eronlik do'stlarimiz qanday masalani muhokama qilib olib chiqishiga bog'liq. Aynan bugun Eron tashqi ishlar vazirligi bilan aloqalar o'rnatiladi va keskinlik kuchaygan fonda tomonlar fikr almashib, Eron tomoni vaziyat bo'yicha o'z nuqtai nazarini bizga yetkazadi degan Peskov. Bugun 23-iyun kuni ertalab Reutersning yuqori martabali manbasiga tayanib xabar berishicha, Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi Rossiya prezidenti Vladimir Putinga oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomaneyning maktubini topshirgan. Mazkur maktubda Eronga ko'mak so'ralgan, biroq qanday turdagi yordam haqida gap ketayotgani yoki harbiy yordam so'ralganmi, bunga aniqlik kiritilmagan. Eron AQShning Suriyadagi harbiy bazasiga zarba berdi. Eron harbiylari Suriyaning hududida joylashgan AQSh harbiy bazasiga zarba berdi. Bu haqda Eron ommaviy axborot vositalari xabar bergan. Hozircha bu ma'lumot rasman AQSh tomonidan tasdiqlanmadi. Dastlabki taxminlarga ko'ra, bu zarba Eronga qarshi AQSh tomonidan 22-iyun kuni uyushtirilgan hujumlarga javoban amalga oshirilgan. AQSh tomoni bu hujumlarni Eronning yadroviy dasturini jilovlash zarurati bilan asoslagan. Hozircha holat yuzasidan rasmiy Tehron tomonidan ham, Pentagon tomonidan ham rasmiy tasdiq yoki inkor berilmagan. Qolaversa, voqea tafsilotlari ham hali to'la aniqlashtirilmagan. Eronning Mehr axborot agentligi ham Suriyaning shimoli-sharqidagi Hasaka shahridagi baza hujumga uchraganini ma'lum qilgan. Eron Xurmuz bo'g'ozini yopish orqali jahon neft bozoriga ta'sir o'tkazishi mumkin. Bu bo'g'oz orqali har kuni taxminan 20 million barrel neft o'tadi. Mutaxassislar fikricha, Eron bu yo'l bilan AQShning iqtisodiy siyosatini izdan chiqarishi mumkin. Ayrim tahlilchilarning fikricha, hozirgi rejim ag'darilsa ham yangi rahbariyat yadroviy qurolni ishlab chiqarishga kirishadi. Washingtondagi Quincy institutining vitse-prezidenti Trita Parsi Trump Eronning 5-10 yil ichida yadroviy davlatga aylanishini kafolatlaganini aytdi. Eron ehtimol yadroviy qurol tarqatmaslik shartnomasidan ham chiqishi mumkin. AQSh hujumidan so'ng Eron birinchi navbatda Isroilga raketa bilan zarba berdi. Tel Avivda 86 kishi jarohatlanib, shifoxonaga yotqizilgan. Eron AQSh bilan to'liq urush olib bora olmasligini anglab, shunchaki Isroilga qarshi harakatda davom etishi mumkin. 2020-yilda Qosim Sulaymoniy o'ldirilganda ham Eron qonli bo'lmagan javob bergan. Raketa hujumlarida odam o'lmagan, lekin askarlar jarohat olgan.
Eron oz kuch bilan katta ta'sir ko'rsatuvchi asimetrik hujumlarga, kiberhujum va terrorga murojaat qilishi mumkin. Bu Isroil hujumlari ortidan Eron raketa zaxiralarining kamayishi bilan bog'liq. Hali ham Islom inqilobi qo'riqchilari korpusining mintaqadagi va butun dunyo bo'ylab ta'sir kuchi saqlanib qolgan. Eron Isroilning hujumlari davom etayotgan bir vaqtda muzokaraga qaytmasligini ma'lum qilgan. Xususan, Aroqchi AQSh yadroviy obyektlarga zarba berish orqali diplomatiya portlaganini aytdi. Yevropa va Eron diplomatlari Jenevada muzokara o'tkazgan, ammo so'nggi hodisalar fonida bu muzokaralar ham yo'qqa chiqishi mumkin. Istanbulda so'zga chiqqan Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi 22-iyun kuni mamlakatning bir necha xil imkoniyatlari borligini aytdi. AQSh harbiy bazalariga zarba berishdan tortib xalqaro dengiz yo'lini yopishgacha Eron turli ssenariylarni muhokama qilmoqda. Ularning har biri Eron, Isroil va AQSh uchun jiddiy xavfni anglatadi. Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi Iroq, Yaman va Suriyadagi proksi kuchlarini qayta faollashtirishi mumkin. Ular avval ham AQSh manfaatlariga hujum qilgan. Bir vaqtlar Eronning eng yaqin mintaqaviy ittifoqchisi bo'lgan Livanning Hizbulloh guruhi esa Isroil hujumlari tufayli ancha zaiflashgan. Xalqaro munosabatlar bo'yicha kengash ma'lumotlariga ko'ra, AQSh mintaqada 19 ta harbiy nuqtaga ega bo'lib, ularning 8 tasida doimiy baza mavjud. 2020-yilda Eron AQSh garnizoniga raketa bilan hujum qilgan va oqibatda 100 dan ortiq askar jarohatlangan. Husiylar ham AQSh kemalariga hujum qilish bilan tahdid qilgan. 22-iyun kuni Husiylar yetakchilaridan biri qo'shtirnoq ichida Tramp bu hujumning oqibati uchun javobgar deb aytdi. Rossiya Eron xalqiga ko'maklashish uchun harakat qilmoqda, dedi Putin. 23-iyun kuni Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin Kremlda Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi bilan uchrashdi. Siz Rossiyaga nihoyatda murakkab davrda, mintaqada va mamlakatingiz atrofida keskinlik kuchaygan bir paytda tashrif buyurdingiz. Bizning sodir bo'layotgan voqealarga nisbatan pozitsiyamiz yaxshi ma'lum. Bu Rossiya nomidan Tashqi ishlar vazirligi tomonidan aniq ifodalangan va siz Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashida biz egallagan pozitsiyadan xabardorsiz, degan Putin. Shuningdek, u Eronga qarshi AQSh tomonidan sodir etilgan tajovuz butunlay asossiz va hech qanday oqlovga ega emas ekanini, Rossiya Eron bilan uzoq yillik do'stona va ishonchli aloqalarga egaligini aytgan. Biz o'z navbatida Eron xalqiga ko'maklashish uchun harakat qilyapmiz. Siz bugun Moskvadasiz, bundan mamnunmiz. Bu bizga bu og'ir masalalarni muhokama qilish va mavjud vaziyatdan chiqish yo'llari ustida birgalikda fikr yuritish imkonini beradi, degan Rossiya yetakchisi. Eron tashqi ishlar vaziri esa Rossiyaga Isroil va AQShning harakatlarini qat'iy qoralagani uchun minnatdorlik bildirgan. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya to'g'ri tomonda turibdi. Aroqchi shuningdek Yaqin Sharqdagi ziddiyatning keskinlashuvi AQSh va Isroilning Erondagi yadroviy obyektlarga nisbatan harakatlari tufayli yuzaga kelganini ta'kidlagan. U Rossiya Eronning tinch atom dasturida har doim hamkor bo'lib kelganini, shuningdek Moskva Tehron yadroviy dasturi bo'yicha muzokaralarda ijobiy rol o'ynaganini qo'shimcha qilgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Rossiya prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov Kommersant savoliga javoban Rossiya Eron-Isroil mojarosida Eron tomoniga harbiy yoki boshqa turdagi yordam ko'rsatishi Tehronning qanday rasmiy so'rov bilan murojaat qilishiga bog'liq bo'lishini aytgan edi.